16. bab. Bir kuni Şimşon Filistiyadagi Gazaga berib, u yerda bir poyishi ayol bilan billa bo'ldi. Gazaliklar Şimşonning kelganligini anglab, shaharni qo'rshovga elib, kechicha shahar darvozasida Şimşonni saqlab, tivish chiqamay, bo'ktirmidi yotdi. Ular kechicha kutib, tong etishi bilanla Şimşonni o'ltirib o'timiz deyishdi. Lekin Şimşon yerim kechi bo'lganda o'rnidan turib, shahar darvozasining qanotlarini keshigi bilanla qo'murib, taqoqlari bilan qo'shib, mursiga elib, Hebron shahrining oldidagi to'pilikning ustiga elib chiqib ketdi. Keyin Şimşon Sorak jilg'isida yashaydigan Dillayla ismli bir ayolga oshiq bo'lib qoldi. Filistiyaliklarning baglari u ayolning oldiga berib, "Sen uni aldab, uning kuch-qudratining sirini ve bizning uni qanday qilib bog'lab bo'ysundiralaydiganligimizni bilib bergin. Shunda qilsang, har birimiz sana 1100 kumush dangi berimiz," dedi. Shuning bilan Dillayla Şimşondan, "Sizning shunday kuchlik bo'lishingizning sirini ve qanday qilganda sizni bog'lab bo'ysundirg'ili bo'ladiganligini menga deb bering," dedi. Şimşon uningga, "Agar kishilar 7 tal texi qurmagan yangi o'qiya kirichi bilan meni bog'lasa, men odatdagi odamlarga o'xshash ojiz bo'lib qolaman," dedi. Filistiyaliklarning baglari Dillaylaga 7 tal texi qurmagan yangi o'qiyaning kirichini akilib berdi. U ayol bu o'qiya kirichi bilan Şimşonni bog'ladi. Bu chaqda odamlar uning hujrasida yo'shirinib kutib turgan edi. Dillayla Şimşonga qarab, "Şimşon, Filistiyaliklar keldi," deb to'ladi. Şimşon shu hamon o'qiya kirichini xuddi o't tushgan kandir yipidek uzib tashildi. Shunda qilib, Şimşonning kuch-qudratining sirini hech kim bilolmadi. Dillayla uningga, "Siz meni ahmoq qilib, yolg'on so'zlabsiz. Menga sizni qanday qilganda bog'liqli bo'lganligini deb bering," dedi. Şimşon uningga, "Agar kishilar texi ishlatilgan yangi arg'amcha bilan meni qattiq bog'lasa, men odatdagi kishilarga o'xshash ojiz bo'lib qolaman," dedi. Shuning bilan Dillayla texi ishlatilmagan yangi arg'amcha akilib, Şimşonni bog'lab uningga, "Şimşon, Filistiyaliklar keldi," deb to'ladi. Bu chaqda Filistiyaliklar uning hujrasida yo'shirinib kutib turishgan edi. Şimşon arg'amchani xuddi ipni uzgandek uzib tashildi. Dillayla yana Şimşonga, "Siz ta hozirgacha meni ahmoq qilib, yolg'on so'zlab kelibsiz. Menga sizni qanday qilganda bog'liqli bo'lganligini aytib bering," dedi. Şimşon uningga, "Agar sen mening beshimdagi 7 o'rim chechimni dastgohdagi yipga qo'shib to'qib, shino bilan chingitib qo'ysanglar, men odatdagi odamlarga o'xshash ojiz bo'lib qolaman," dedi. Shuning bilan Şimşon uxlab qolganda, Dillayla uning beshidagi 7 o'rim chashni dastgohdagi yipga qo'shib to'qib, uni shino bilan chingitib qo'ydi. Ondan Şimşonga, "Şimşon, Filistiyaliklar keldi," deb to'ladi. Şimşon o'yg'inib, dastgohda yipga qo'shib to'qib etilgan chechini, dastgoh va shinoni yulib elivetdi. Dillayla Şimşonga, "Siringizni mendan yoshirib turib, qandaq sizga yana seni söymen diyelaysiz. Siz meni 3 qitim aldidingiz. Bana sizdeki kuch-qudratning sirini aytib bermediniz," dedi. Dillayla kundi ko'tuldab, g'alva qilib, uni o'lgidek bizar qildi. Oxiri Şimşon uningga hammani aytib berdi. Chunki men tug'ilgandan tortibla Parvardigorga alohida atalgan bo'g'ashqa, hozirgacha beshimni tig' bilan tushirib boqmagan. Agar mening beshim tig' bilan tushirilsa, vujudimdagi kuch-quvvat mendan ayriladi-da, odatdagi odamlarga o'xshash ojiz bo'lib qolaman. Şimşon
Dilaylaga sirni aytib bergandan keyin Dilayla Filistiyaliklarning beglariga "Endi kelinglar, u sirni menga aytib berdi" deb xabar yetkazdi. Filistiyaliklarning beglari kumush tangalarni elib uning uyiga keldi. Dilayla Shimshonni tizg'i yotqizib uxlatib qo'ydi va odam chaqirib kelib Shimshonning 7 o'rim chechini tig' bilan tushirgizvatdi. Shuning bilan Shimshon kuch qudratidan ayrildi. Dilayla uni bo'ysundirishga boshladi. U Shimshonga "Shimshon, Filistiyaliklar keldi" deb to'ldi. Shimshon o'yg'inib, ko'nglida "Men burunqidek bir silkinibla bo'shinaman" deb o'yladi. Ammo u Parvardigorning o'zini tashlab ketganligini bilmaydi. Filistiyaliklar uni tutib, ko'zlarini o'yib olib, Gazaga elib keldi. Uni tuch zanjir bilan kishanlab, zindonga tashlab, un tartishga soldi. Ammo uning tushirib etilgan chechi yana qayta o'sishga boshladi. Filistiyaliklarning beglari o'zlarining ilohiy Dagonga atab katta qurbonlik o'tkazib, "İlohimiz, düşmanimiz Shimshonni bizga tutib berdi" deb tantana qilishdi. Fuqarolarmi Shimshonni ko'rgandan keyin ilohiga madiya o'qib, "Bizning ilohimiz zaminimizni vayron qilib, ko'p odamlarimizni o'ltirgan dushmanimizni tutib berdi" deb tantana qilishdi. Ular qattiq xushal bo'lishgan holda "Shimshonni akilib beringlar, uning tamoshasini ko'rib, ko'ngil ochimiz" deb baqirishdi. Shuning bilan Shimshon zindondan elib kelindi. Ular uning tamoshasini ko'makchi bo'lib, uni ibodatxonning to'risini tirab turgan ikki turukning o'ttirsida turg'izib qo'ydi. Shimshon o'zini yetlab kelgan yigitga "Meni ibodatxonini tirab turgan turukning yeniga elib bor. Men uningga yo'linib turay" dedi. Bu chaqda ibodatxonaga erlar va ayollar liq to'lgan bo'lib, Filistiyaliklarning beglari hammasi shu yerda edi. İmoratning ustidagi ayvondamu er va ayollardan bo'lib 3000 odam Shimshonning tamoshasini ko'ryotdi. Shimshon Parvardigorga iltijo qilib, mundoq dedi: "Hey egam Parvardigor, meni esingga olg'aysan. Ey Xudo, menga yana bir qitim kuch-quvvat bergaysan. Men o'yivilingan ko'zlarim uchun Filistiyaliklardan intiqom ilib olay." Shuning bilan Shimshon ibodatxona o'ttirsidagi to'risini tirab turgan ikki turukning birsiga o'ng qo'lini, ikkinchisiga so'l qo'lini tirab turib, "Men Filistiyaliklar bilan billa o'lay" dedi-da, butun kuchi bilan turukni o'rib tashildi. İbodatxonning to'risi bagla va barliq kishilarning ustiga gumurilib tushdi. Shunda qilib u o'ladigan chaqda butun umrida o'ltirgandan-mu ko'p odamlarni o'ltirdi. Uning qarindoshlari va otasining butun jamiyatidagilar uning jasadini qaytirib kelib, Zora shahri bilan Ashtaol shahrining o'tirsidagi otasi Manovaning qabristonligiga dafn qilishdi. U İsraillarga 20 yil sardor bo'ldi.